2023-yil ishlab chiqarilgan Kia Carnival avtomobilini ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar, mordalari ham restyling, nikkel mordalarda holatlari juda ham zo'r ekan. Xo'p, mashinani limuzin qilib qo'yishgan ekan. Holatda yaxshi mashinani, laboyda ozgina tirshinasi bor. Mayda juda rasxodlari bor, kraskalari ham etvetlarida bor ekan. Bemalol kelib proyekt tekshirib olishingiz mumkin. 5 kulchoyda 360 kamerani mashina full pozitsiyada. Bu tomonlardan ham eshiklar ochilib yopiladi. Palisi dvigatel hamma narsasigacha bor. 11446 km yurgan ekan. Probegi xudo xolisi zo'r, bemalol tekshirib olsanglar bo'lar ekan. Abduf Abagrev hamma narsasigacha bor. Hop, orqa tomon klimizonni anaqa hamma narsasigacha bor. 9 o'rindiqli orqa tomonlarda naqd televizorlarigacha bor. 220 volt orqa Abduf Abagrev sirenlarigacha bor. Bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Faqat shu kraskasi etbetlarida bor. Bemalol shu kraskasini tekshirib olsanglar bo'ladi. Mayda chuda ishlarni qildirib olsanglar zo'r holat keladi. 2023 turbo dizelda mashina kam yurgan, Kia Carnival qidirib yurganlar uchun bu mashinani olib mazza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 27900 ga beramiz. Bosib